Şulay 5 minut alam. Şulay mana tuğanlar, Türkler aytgan gibi qardoshlar. No, mana biz butunisi söyley, mana Türk dunyosiga kerak. To'dasida qo'ya kirsang-da, mana men uchun o'g'limda kirdingmi, kirmadingmi? Biz o'zimizda bo'lirga tegish butunay bir. Biz o'zimizcha yasharga o'rganirga tegishmiz. Единый отдельный государство bo'ladi. Boshqirdiston, Tatariston o'zini, biz Boshqirdistonda, ular Tataristanda mana shulay bo'lirga tegishmiz. Boshqirdistonda men o'lim, mana ko'p intervyular ko'radim. Shu yoqdan mana menga o'xshamay bir aybir. Boshqirdistonda boshqirt tili deyalar, tatar tili bo'lmasqa tegish deyalar kimdir. Mana shunday hal bor aynanda. No, birinchidan men bo'lay o'lim. Boshqirdistonda o'ris tili bo'lmasqa tegish. Boshqirt bilan tatar biz tuğanlar kibik biz bir millat deb aytolmaymiz. Biz aytirga tegishmiz. Eng yaqin bir-birimizga Alloh taolamdan kelgan millat biz deb aytsak, mana shulay durustroq bo'lar deb o'ylayman. Shuning uchun bizga birgalab bütün qiyinliklarni shig'irga tegishmiz. Чтобы bizni kambag'al, bедный, nechingda tatarcha shu yorli xalqlarni mana Boshqirdistonda, Tataristonda mana kimsitilgan tigi miskinlarga yordam bera boshlarga kerak. Mana bu sistema kibik boy bilan yorli orasida propis bo'lmasqa tegish. Mana shu yoqdan men niq oshug'daman endi. Chunki men o'zimda boy kishi tugul. Men Alloh taolamni bilganimdan so'ng ko'p aybirlarni men bildim. Onlarga xatladan anglab jetayim, chunki biz boy semyadan tugul. Meni boshqirt qortataylarimni qortataylarimni o'tirganlar. Shu sarizm vaqtindami, shu revolyutsiyaga qatnashdi. Nanaylarim, boshqirt nanaylarim narsaki Didomovskiy bo'lib qolganlar. Mana shu ayvirlar 5 istoriyada bor. Biz ol ayvirni уже unutamiz. Bizga nanaylar so'laganlar, istak olganlar bor. Qoidalar narsadir. Mana shu ayvirlar shajara degan narsalarni biz saqlab qolarga tegishmiz. Shu ayvirlardan da biz должны как бы в знании остаться, чтобы передать своим внукам, детям degan kebek mana shulay. Mana shu ko'p endi разжевывать проблемалар. Главный hozir mobilizatsiyaga bormasqa, mobilizatsiyadan qutulurga bormasqa endi mana tirishiga kerak. Oqcha deb endi biznikilar ko'bisi bora. No, onda sizga 200 mingni ko'kkayimda tuttirib qo'ymaylar, bermaylar. Shuning uchun onlarga kerak endi. Mana shu narsalarga biz уже ko'tarilga tegishmiz. Biz ko'tarilmasak kim ko'tarila? Xotinlar shaqa boshlayman endi. Mana onda kimdir bir xotin so'laga mobilizatsiyadagilar qaytag'iz deb. Mana xotin kishi so'ladi. Biror er kishi qaytag'iz deb so'ladimi? Eshitganim yo'q. Mana men sizga aytaman shuni. So'g'ishga bormasqa и срочным образом degan kebek shu yoqdan strategический javob berishga kerak. Biz bormaymiz, biz so'g'ishdan aylanib qaytamiz. Bizga tutunmag'iz. Tutunsag'iz o'zingiz atpor beriga kerak deb o'ylayman. Bütünügiz so'g'ishdan qaytib Boshqirdistonni oyoqqa bostira boshlarga kerak deb o'ylayman. Chunki bizni tegi жерimiz shu Boshqirdiston. Fail Alsınov aytgan kebek bizni bora turgan жерimiz yo'q. Но и то принудительно вынужденно biz из-за чёртова Путина bizga chiqib ketirga to'g'ri keldi. Подобие меня, boshqalar mana bizga o'xshaganlar chiqib ketdi. Chunki biz chiday olmaymiz. Как Иван Грозный крестить etganda butun tatar xalqi Boshqirdistonga qaysisidir qochgan, qaysisidir Tursiyaga qochgan. Mana shunday istoriyalar bitindi. Mana shulay.